2026-yil 1-avgust holatiga ko'ra, Xorazm viloyatida 9030 ta loyiha tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlandi. Ulardan 1607 tasi tadbirkor ayollarga tegishli. Mazkur loyihalarni hayotga tatbiq etish uchun kompaniya tomonidan jami 2 trillion 638 milliard so'mlik moliyaviy xizmat ko'rsatildi. Tadbirkorlarga taqdim etilgan moliyaviy ko'makning 1 trillion 356 milliard so'mi kafillik, 804 milliard so'mi kompensatsiya, 304 milliard so'mi mikrokreditlarni qayta moliyalashtirish, 151 milliard so'mi resurs ajratish va 22 milliard so'mi xizmatlar ipotekasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, kapitalga ulush kiritish xizmati orqali 842 million so'mlik moliyaviy yordam ko'rsatildi. Viloyatda eng katta hajmdagi moliyaviy yordam Bog'ot tumani tadbirkorlariga taqdim etildi. 351 milliard so'm. Keyingi o'rinlarni Urganch shahri 342 milliard so'm, Urganch tumani 286 milliard so'm va Shovot tumani 254 milliard so'm bilan egalladi. Bu mablag'lar nafaqat markaziy shahar va tumanlardagi, balki chekka hududlardagi loyihalarga ham yetkazildi. Jumladan, olis hududlarda amalga oshirilgan 2258 ta loyiha kompaniya tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanib, ularga jami 721 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Sohalar kesimida tahlil qilsak, Xorazmda eng ko'p yordam ko'rsatilgan loyihalar qishloq xo'jaligi sohasiga to'g'ri keladi. Undan keyingi o'rinlarda xizmat ko'rsatish va sanoat sohalari egallab turibdi. E'tiborga molik jihatlardan yana biri viloyatda yashil iqtisodiyot yo'nalishidagi 1220 ta loyiha uchun 415 milliard so'm mablag' ajratilganidir. Bu yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan barqaror loyihalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kompensatsiya xizmati orqali kredit foizlarining bir qismi qoplab berilishi natijasida tadbirkorlar ixtiyorida aylanma mablag'larni shakllantirish va faoliyatni kengaytirish uchun qariyb 804 milliard so'm qoldirilib, ularning barqaror rivojlanishiga zamin yaratilmoqda.